Rasmdagilardan qaysi biri qotil? Ya'ni qiz bolani joniga qasd qilgan qaysi biri? Topinch topganlar javobini kommentariyga yozib qo'ying. Like bosib do'stlaringizga ham jo'natib qo'yishni unutmang. Aytgancha topganlarga like bosaman, topolmaganlarni ziyraklik kechiraman. Albatta obuna tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Aslida bu savolni ko'p yillardan buyon ko'pchilik insonlar hozirgacha noto'g'ri javob berib kelishgan, lekin aniq javob topgan insonning o'zi yo'q. Balkim bugun gapsiz topamiz, ko'ramiz qanchalik aqlli va dono, bilimdon va ziyrak inson ekanligingizni bilib olamiz. Demak, xayolingizda tinmasdan charxpalak bo'lib aylangan u yoki bu qaysi biri? Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qaysi biri ekanligini kommentariyga yozib qo'ying. Men esa har bitta yozgan kommentariyasiga o'qib chiqaman. Topganlarga like bosib, topolmaganlarni esa ziyraklik kechiraman. Siz uchun esa 10 sekund vaqt beraman, video oxirida esa aniq javobni bilib olasiz. Vaqt ketdi. Demak, sizga berilgan 10 sekund vaqtimiz tugadi. Siz xayolingizda aylangan va charxpalak bo'lib ko'rganingizni aniq javobingizni kommentariyga yozib qo'yingiz. Endi esa aniq va tiniq javobni bilib oling. Bu rasmdagilardan 4-raqamdagisi qotil. 4-raqamdagi qotil. Nimaga desangiz, buni pichoq yo'q, pichoq esa qizni oldida yotibdi. Demak, 4-raqamdagilar bo'lsa like bosaman, noto'g'ri javob berganlar bo'lsa ziyraklik kechiraman. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'zingiz yozib qoling. Do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang.